Diqqat, shoshilinch xabar. Luiza Rasulova haqida xabarlar tarqaldi. O'zbekistonda hali bunaqasi bo'lmagan. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 10 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling, ko'p yillar davomida nafaqat san'ati, balki ayollik qiyofasi bilan ham tanilgan aktrisa Luiza Rasulovaning sug'urta kompaniyasida yashirincha olingan fotosuratlari tarqalmoqda. O'rganishlar davomida ma'lum bo'lishicha, Luiza Rasulova o'z dumbalarini 1 milliard 235 million so'mga sug'urta qildirgan. Aktrisaning boshqa tana a'zolari ham e'tibordan chetda qolmagan. Ular ham kamida 270 million so'mga sug'urtalangan. Aktrisa sug'urta kompaniyasidan ushbu jarayonlarni sir saqlanishini iltimos qilib, tez kunda batafsil ma'lumotlarni o'zi e'lon qilishini bildirgan. Biz batafsil ma'lumotlarni kutib qolamiz.